Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz 5 dahasida joylashgan 5 qavatli domning 4-qavatidagi 2 xonali kvartirani obzorga kelganmiz. Arenterga keladigan bo'lsak, shundoqqina 14-maktabni to'g'risidagi dom. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana xonadonimizga ham kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, prixoshkalari ham keng, yaxshi holatda. Kirganimizda chap qo'limizda spanli xonasi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yoqning remontlari o'rtacha holatda. Aboylari qilib qo'yilgan. Mebellari qoladi. Undan chiqamiz, ikkinchi xonaga o'tamiz. Ikkinchi xonamiz zal qismi, zalimiz ham shinamgina, yaxshi, remontlari o'rtacha holatda. Kirib bemalol bitta oila yashasa bo'ladi. Undan keyin chiqamiz. Bu yoqda tualet, vannamiz alohida joylashgan. Mana ko'rib turganingizdek. Bu yoqda sanuzellari yaxshi holatda turibdi. Ayollarning sevimli xonasi oshxonamiz. Oshxonamizga o'zingiz xohlagandek mebellarni bemalol olib kelib o'rnatib qo'yib olsalaringiz bo'ladi. Va oxirgisi balkonga chiqamiz. Balkonimiz ko'rib turganingizdek 1,5 ga 6. Bu yoqda domda hamma oynalari sifatli akfalardan foydalanilgan, remontlari o'rtacha holatda. Bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Mana xonadonimizni ko'rib oldik. Bu xonadonimizga ijarachilar qo'yilgan ekan. Agar sotib olib ijarachi qo'yaman deganlar uchun buni muammosi yo'q. O'zi ijarachilar qoladi sizga bonusiga. Bu kvartiramizni narxini tog'amiz 26.200 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib to'liqroq ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. Mana shunaqa 5 dahasdan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.